Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Shehzodbek. Azizlar, yangilik qilishdan to'xtamaymiz. Xudo xolasa mana 100 dan oshiq inson vizaga topshirganda deyarli 60% inson o'sha vizalarni qo'lga kiritdi. Azizlar, har bir qilayotgan ishlarimizni natijalarini, rezultatlarini ofitsialniy Telegram va YouTube, Instagram kanallarimizda qo'yib joylab boryapmiz. Buning uchun mana ekranda nomerlarni saqlanib qilsanglar Telegram kelib chiqadi. Mana shu Telegramda vizasini olayotgan insonlar har bir ish faoliyatimizni natijalarini mana shu prozrachniy holatda yorqin tarzda yoritib boryapmiz. Azizlar, biz bilan bog'lanish uchun marhamat mana ekranda nomerlarga aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa o'zingizlarga kerakli bo'lgan ma'lumotni olasizlar. Ayni hozirgi kunda Bolgariya yo'nalishi bo'yicha juda ham ko'plab inson 98% desam adashmayman. Mana har bir odam vizalarni qo'lga kirityapti. Yosh chegarasi eng kamida 18 yoshdan 58-57 yoshgacha bo'lgan insonlar, ayol va erkaklar bemalol hujjatlarini topshirib vizaga bo'lgan jarayonni amalga oshirsa bo'ladi. Ya'ni bu yo'nalish bo'yicha xudo xolasa biz mana o'z xizmatlarimizni ko'rsatamiz va viza olishligingizda yordam beramiz. Asosiysi shartnoma asosida qonuniy ishga joylashasiz va mana shu joylashgan paytingiz mobaynida sizga 2 yillik VNJ ID karta olishligingizda ham u yo'nalish bo'yicha yordam beriladi. Do'stlarim, o'ylanib o'tirishni kerak yo'q, topshiraymi, topshirmaymi deb o'ylanib, o'sha zapasdagi bor pulingizni ham yeb ishlatib bo'lasiz. Shuning uchun mana samarasi bor, natijasi bor, rezultati bor joyiga harakat qilsangiz, xudo xolasa bunaqa kutish ham, diqqatchilik ham bo'lmaydi. Mana biz orqali hujjat topshirib vizasini olgan insonlarni bir qator o'zingizlar ko'rishinglar mumkin. Ofitsialniy Telegram kanallarimizda va YouTube tarmoqlarida keng yoritib boryapmiz. Ya'ni har bir qilinayotgan ishlarimizni prozrachniy holatda joylab boryapmiz. Asosiysi azizlar, 1,5 oy, 2 oy ichida to hujjatingizni topshirib vizalarni olib chiqquninglargacha uzog'i 2 oy vaqt talab qiladi. Shuning uchun marhamat mana ekranda nomerlarimizga bog'lanishinglar mumkin. 2013 raqamida Telegram, 1515 raqamida WhatsApp. Agarda siz qo'shni respublika davlatidan turib bemalol hujjat topshirsangiz bo'ladi onlayn tarzda. Ya'ni vizaga kiriladigan payt sizga kamida bir 5 kun, 10 kun xabari beriladi. O'zbekistonga kelib turasiz va vizaga topshirasiz. Xudo xolasa har bir insonga omad tilab qolamiz. Biz bilan birga bo'ling va Yevropaga biz bilan birga keting.